Assalomu alaykum. Bugungi Doktor Uz kanali kuzatuvchilari hammanglarga assalomu alaykum deyman. Men Tursunova Xulkarxon Rustam Hajjayevni bolalar gematologi va kardiorematologi bugun mehmon sifatida tashrif buyurdim. Bugungi mavzuyimiz kamqonlik mavzusi. Bu mavzuni yoritish uchun xalqimizga xizmat qilib kelayotgan Doktor Uz kanali shu aziz kuzatuvchilarni salomatligini yana ham mustahkamlash, ularning ichligida paydo bo'layotgan savollarga yordam berish maqsadida ochishgan ekan bu kanalni va bizani mehmon sifatida taklif qilishdi. Bu oliy maqsadligini yanada rivojlantirish, o'z hissamizni qo'shish maqsadida bugun tashrif buyurdim. Hozir ta'kidlab o'tganimdek, men Xulkarxon Rustam Hajjayevni bolalar gematologi va kardiorematologi bo'lib 15-16 yildan beri faoliyat yurg'izib kelaman. Ish faoliyatimni birinchi bo'lib 3-son shahar bolalar klinik shifoxonasi, ya'ni sizlar hammanglar biladigan ona bola bolnitsasida boshlaganman. Hozirda Ideal Med klinikasi bosh shifokori sifatida ish yurityapman va yaqinda dekretim tugab 4-son shahar bolalar klinik shifoxonasiga kardiorematolog sifatida ish faoliyatimni davom ettiraman. Bugungi mavzuyimiz kamqonlik mavzusi ekan. Bu mavzu nafaqat bolalarda, balki yosh-u qarida, ayol erkak hammada uchrab turadigan kasallik bo'lib, lekin ayollarda erkaklarga nisbatan 5 baravar ko'proq uchraydi va bolalarda. Bunga sabab hozir hammasini podrobniy aytib o'taman. Oxirigacha ko'rsanglar, o'zingizda paydo bo'ladigan savollarga javob topasizlar. Bundan tashqari sizlarni qiynab kelayotgan savollarga yechim berishda yordam beraman va albatta davo choralari qilyapsizlar-yu natijaga erishmayapsizlar. Bu erishmayotgan natijalarda nima xatoliklar yuz beryapti? Bularni hammasiga javob topasizlar degan umiddaman. Kamqonlik bo'yicha yana qo'shimcha videolar bor. Buni YouTube kanalida, Tursunova Xulkarxon kanalida, Instagram kanalida Doktor Rustam Hajjayevni etlarda ham kuzatishingiz mumkin va boshqa gematologik, kardiorematologik kasalliklarni ham kuzatishingiz mumkin. Hammaga assalomu alaykum. Hamma aloqaga chiqishyapti. Yozayotganinglardan, aktiv bo'lganinglardan xursandman va yozib qoldiringlar. Kim qaysi viloyatdan yoki juda ham ko'p qo'shni mamlakatlardan ham kuzatishadi bizani, Tojikiston, Qirg'iziston. Kim qayoqdan chiqyapti aloqaga, bularni yozib qoldirsanglar ham albatta xursand bo'lamiz. Endi mavzuyimizni boshlayman. Mavzuni boshlaganda sizlarga ko'proq ma'lumotlar berishga harakat qilaman va bu ma'lumotlar berish davomida sizlarda savollar bo'lsa, savollaringlarni o'ylab tursanglar, savollar berishingiz mumkin deganimda savollaringlarni yozib qoldirasizlar. Imkon qadar bitta o'zim savollaringlarga javob berib ulgurmasam, albatta bizada primoy efirda qo'shimcha shifokorlar ishlashadi. Men savol berib ulgurmagan, javob berib ulgurmagan savollarimga ularga aloqaga chiqib, ular o'zligi sizlar bilan bog'lanishadi. Aloqaga chiqib savollaringlarga javob topishinglar mumkin. Menimcha bugungi mavzu hammaga juda ham qiziq. Har bir aholimizda 4-5 ta aholini sanaydigan bo'lsa, albatta 3 tasida kamqonlik kuzatiladi. Oldin bu kasallik kambag'al xalq, quyi xalqda uchragan bo'lsa, hozir nabarot o'ziga to'q insonlarda uchrayapti. Bunga ham sabab nimaligini hozir aytib o'tib ketaman. Bizada telefon raqamlar ko'rsatiladi. O'sha telefon raqamlari orqali ham aloqaga chiqishingiz mumkin. Hop, kamqonlik o'zi nima? Qanaqa bir rivojlanadi? Bularni hammasini hozir sizlarga tushuntiraman. Kamqonlik degani nima degani? Anemiya bu aniq bir tashxis emas, bu qandaydir kasalliklarning asorati. Umumiy guruh nomi deb aytaman. Umumiy guruh nomi bo'lib, bunda qonni tarkibidagi gemoglobin yoki eritrositlarning miqdorini kamayishi hisobiga to'qimalarga kislorodni yetkazib berishi pasayishiga aytiladi. Bunda bu qandaydir hozir aytib o'tganimdek kasallikning asorati yoki alohida kasallik bo'lishi mumkin. Anemiyani dunyo miqyosida juda ham turlari, klassifikatsiya deymiz, ya'ni sinflanishi ko'p. Sizlarga hozir eng muhimlari, ya'ni bizani O'zbekistonda eng ko'p uchraydigan anemiya bu kamqonlik. Bu
tanqisli anemiyalari. Bu nima degani? Ya'ni temir tanqisli 60-70% insonlarda asosan temir tanqislik kamqonligi kuzatiladi. Temir tanqislik kamqonligi bu organizmda temir yetishmovchiligi hisobiga gemoglobin miqdorini pasayishiga yetiladi. Bunda ham kasallikni turidan tashqari uni darajasi bor. 3 ta darajasi aniqlanadi: og'ir daraja, o'rta daraja va yengil daraja. Ularni darajasiga qarab turib davolash taktikasi ham belgilanadi. Ya'ni og'ir daraja, yengil darajadan boshlaylik, kelinglar. Yengil daraja ham yoshga qarab bo'linadi. Ya'ni bolalarda 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda 120 millilitr bo'ladigan bo'lsa, grammdan litr hisoblanadigan bo'lsa, 120 dan pasti уже yengil darajali kamqonlik hisoblanadi. Bu yengil daraja 120 dan 90 gacha. Endi 90 dan pasti o'rta og'ir daraja, ya'ni 71 gacha. 70 dan pasti bu og'ir daraja hisoblanadi. Misol uchun 5 yoshdan katta insonlarda 115, katta yoshdagi insonlarda 110 gramm na litr bu yengil daraja hisoblanadi. Endi yengil darajaga og'iz orqali oziq-ovqatlarni boyitish va tabiiy mahsulotlar bilan boqishi o'zi bilan ham gemoglobinni ko'tarish mumkin, agar oshqozon ichi sistemasida so'rilish yaxshi bo'lsa. Men doim bemorlarimga ta'kidlab kelaman, meni bilan ishlaydigan bemorlarim bilishadi. Birinchi bo'lib men oshqozon ichi sistemasini davolash kerak deyman. Nimaga? Oshqozon ichiga biza yeb ichayotgan tabiiy oziq-ovqat mahsulotlarimiz ham imенно kamqonlikmi yoki boshqa kasallik bilan davolan vositalarmi, dori preparatlari qabul qilyapsizlarmi? Bular ham oshqozon ichida so'riladi. O'sha oshqozon ichida so'rilish protsessi past bo'lsa, sizlar faqatgina kamqonlik emas, qanaqa kasallik bo'lishidan qat'iy nazar, sizlarda bu kasallikka nisbatan qabul qilayotgan preparatlaringlarning biodostupnisi past bo'ladi. Shuning uchun ham nimaga bemorlar shifoxonaga yotsa, vnutrovенно, внутримышечный inyeksiyalar olsa, bemorlar kasalligi darrov yaxshi bo'lib tuzalib qoladi-da, lekin uyga dori preparatlari yozib bersa, og'iz orqali ichganda natija bo'lmaydi. Mana mashindan xalqimizda kelib chiqqanki, men ukol olsam, kapelnitsa olsam yaxshi bo'lib qolaman, lekin uyda dori ichsam men yaxshi bo'lmayman degan ongligidagi masala ham mana mashina tagida yotibdi. Chunki oshqozon ichi sistemasida sizlarda so'rilish degan narsa pastroq bo'ladi. Shuning uchun men doim bemorlarimni birinchi bo'lib oshqozon ichiligini davolashdan boshlab, keyin asosiy kasallikka o'taman. Albatta og'ir daraja bo'lmasa, og'ir daraja bo'lsa, shifoxonaga yotqizilgan holatda o'sha og'ir darajani ham har xil turi bor. Ya'ni bemorlar уже adaptatsiya qilgan, ya'ni homiladorlik paytida уже kamqonlik bolalarda boshlanadi, dunyoga keladi. Ular oyma-oy rivojlangani sari o'zligini sarflash hisobiga o'sadi-da. Ana bu paytda bemorlarda adaptatsiya bo'ladi. Ya'ni sizga birdaniga og'ir yuk bersa ko'tara olmaysiz, lekin ozgina-ozginadan yukingizni ko'tarsa, siz ko'tara olasiz, chunki siz chiniqasiz. Organizm ham xuddi shunaqa. Agar sizda anemiya, kamqonlik sekin rivojlanayotgan bo'lsa, sizda adaptatsiya bo'ladi-da, sizda unchalik shikoyat, ya'ni ko'rinmaydi, yaqqol ko'rinmaydi va sizda kuchli reaksiya bo'lmaydi bunga nisbatan. Agar siz birdaniga qon yo'qotishdan keyingi kamqonlik, postgemoragik deymiz, Alloh ko'rsatmasin hech kimga katta jarohat olib qolish mumkin yoki avariyalardan keyin, nega unda ko'p miqdorda qon yo'qotsa, bemor darrov hushidan ketadi, koma holatigacha tushadi. Chunki bunda organizm adaptatsiya qilib ulgurmaydi. Shuning uchun ham aytamanki, adaptatsiya qilgan bemorlar bo'lsa, og'ir darajada kelsa, ularga внутривенно kapelni yo'l bilan yoki внутримышечный yo'llar bilan biz yaxshilab olamiz. Lekin bolani ahvoli hozir aytganimdek og'ir holatda bo'lsa, bu holatda ertrotsitlar massa quyishga majbur bo'lamiz. Endi yana kasallikning oxiriga yetib borib qolmaylik, boshiga qaytamiz. Darajalarni hosiliga aytib o'tdim. Gemoglobinning miqdori bo'yicha hozir aytdim. Endi ertrotsitlarning miqdori ham bor. Unga qarab ham biz darajani aniqlaymiz. Shuning uchun bemorlarimga aytamanki, sizlar doim umumiy qon tahlili topshirganinglarda darrov gemoglobinga qarab xulosa qilmanglar. Chunki u
anaqa ko'rsatkichcha emas, истинный deymiz, haqiqiy ko'rsatkichcha emas. Haqiqiy ko'rsatkichni bilmoqchi bo'lsangiz, uni tarkibiy qismlari, eritrosit miqdori, temir miqdori, hammada tanqislikni har xil turi uchraydi. Oqsil miqdori, vitamin B9, vitamin B12 miqdori. Bularni ham biz ko'rishimiz kerak. Mana bularni miqdori pastmi? Bular o'zligi borini sarflab sizlarga gemoglobin hosil qilib beryaptimi? Ertaga ular ham miqdori уже juda past yordamga muhtoj holatga tushib qoladi. Ana unda keyin gemoglobin juda ham tez shaklda tushib ketadi. Chunki ko'p bemorlar aytadi, "Voy doktor, o'tgan oy ham tekshirtirgandim, 100 dan balandidi. Mana 70 bo'lib qopti, 80 bo'lib qopti" deyshadi. Chunki sizlarda o'sha tarkibiy qismlar tushishni boshlagan, ular o'sha sizlarga gemoglobin hosil qilish uchun tinimsiz sarf bo'lganligi uchungina sizlarni gemoglobiningizni ushlab turilgan. Endi tanqisli anemiyalarni qanaqa tanqisliklari bor? Hozir temir tanqisligi haqida gapirdim. Temir tanqisli, vitamin B9, ya'ni foliyaviy kislota. Ayniqsa homilador ayollarda bunga katta e'tibor berishadi. Nimaga? U homila paytida nerv anaqalarini shakllanishida rol o'ynaydi. Shuning uchun birinchi 3 oylikda homiladorlarga foliyaviy kislota berishni tavsiya etishadi. Vitamin B12 DNK, RNK sintezlarida ishtirok etadi. Oqsil tanqisligi kamqonligi. Oqsil tanqisligi kamqonligi uchragan paytda bizda bemorlarda aytishadi, "Menda atyok bor." Ko'pincha mana hozir moda bo'lgan atyok ketkazish kerak, semirganmiz, ozish kerak degan narsalar. O'shanda oqsilli produktlar ko'p yillar, oqsilga boy mahsulot. Bu to'g'ri yondashuv. Nimagaki oqsil yetishmovchiligi hisobiga ham organizmda bezbelkoviy atyok deymiz, oqsilsiz shishlar kuzatiladi. Oqsil bizani hayotimizda har minutimizda, har daqiqamizda rol o'ynaydi. Nimaga? Ular bizada transport vazifasini, energiya vazifasini har bitta xatti-harakatimizda ular tinimsiz sarf bo'lganligi uchun biz uchun juda ham muhim hisoblanadi. Mana bu anemiyalar shunchaki tanqisli anemiyalari biz доброкачественный deymiz, ya'ni davolash nisbatan boshqa tur anemiyalarga nisbatan yaxshiroq, osonroq bo'lgan kamqonlikka aytamiz. Xo'p, biz bilan salomlashishyapti. Assalomu alaykum doktor, Jizzaxdan salom deb yuborishibdi. Mana Namangandan, Farg'onadan, har xil viloyatlardan bizga salomlar aytishyapti. Hammanglarga assalomu alaykum va va alaykum assalom. Ilohim hech qaysinglar kasal bo'lmanglar. Bu yerda cherepnoy haqida ham savollar berishibdi. Tojikistonlik o'g'lim 2 yoshdan deyaptilar. Juda ham savollar ko'p. Hozir savollarga chalg'imay turaman-da, kasallikni oxirigacha gapirib olib, sizlarda ham tushuncha bo'ladi. Shu gapirayotgan gaplarim o'zini eshitsanglar ham savollaringizga 80-90% savollarni javobi topiladi. Juda ham diqqat bilan eshitsanglar inshaalloh. Xo'p. Endi ularni darajasini, turlarini aytayman. Bundan keyin aplastik anemiyalar bor, ya'ni autoimmun kasalliklar anemiyalar bor, irsiy anemiyalar bor, qon yo'qotishdan keyingi rivojlanadigan kamqonliklar, dorilarni fonida kelib chiqadigan kamqonliklar bor, ya'ni o'sha eritrositlarni parchalanishini tezlashtirib beradigan preparatlar bor-da, ana o'shalarni fonida kelib chiqadigan anemiyalarimiz bor. Endi bu kamqonlikni sababi nima? Hozir aytib o'tdim, oldin kambag'al xalqlarda ko'p uchragan, u ancha oldingi zamonlarda. Hozir nabarot boy xalq ko'p kasallanyapti. Bunga sabab ko'cha ovqatlari. Hammamiz juda ham berilib ketdi yarim tayyor mahsulotlardan foydalanishga, ko'chalarda fast foodlarni ko'p iste'mol qilishga, noto'g'ri ovqatlanish, noto'g'ri turmush tarzi, kamqonlikni davolayotganda faqatgina qon ko'paytiruvchi preparatlar yoki внутримышечный inyeksiyalardan emas, hayot tarzini normallashtirishdan, vaqtida uyqu rejimi ham bizda rol o'ynaydi, to'g'ri ovqatlanish. Mana ko'pchilikda hozir semizlik muammosi bor. Nimaga men bunga qayta qaytyapman? Chunki uni ham negizida mana shu defitsit anemiyalar yotibdi. Temir ferritiniz normaga ko'tarilmaydimi? Ozolmaysiz. Oqsil miqdoringiz normaga ko'tarilmaydimi?
ozolmaysiz. Xo'p, ya'ni mavzuga qaytamiz. Ovqatlanish ratsioni soatma-soatga o'tkaziladi, to'g'rimi? Soatma-soat ovqatlanish bu ichki soatimizni tartiblashga o'tadi. O'sha paytda organizmdan ferment, o'sha paytda mana insulinning ko'payib oshib ketgan bemorlarga aytishadi, cho'qilamen deb. Chunki har cho'qilaganimizda o't qopidan o't kislotasi, oshqozon osti bezidan ferment va shu bilan birga insulin shirin mahsulotlar iste'mol qilganimizda ajraladi. Bunda organizmga har cho'qilaganingiz ularni juda ham katta, bizga sezilmaydigan darajada ular katta mehnat talab etiladi. Shu yotishdan oldin yemaslik, bularni hammasi qaysi mahsulotlar bilan aralashtirmaslik, ya'ni mana shu temir preparatlari iste'mol qilayotganinglarda ham aytasizlar, biz preparatlar ichamiz, lekin effekti bo'lmayapti. Nimaga effekti bo'lmaydi? Masalan, temir mahsuloti nima bilan chiqishmaydi? Sut mahsulotlari bilan, qora choy bilan. Qora choyda tanin bo'lgani uchun, sut mahsulotlarida kalsiy bo'lgani uchun bular bir-birini so'rdirtirmaydi. Ya'ni tanin kirdimi organizmga, temir so'rilishini pasaytiradi. Bir xil insonlar bor, men so'rayman, qanaqa ichyapsiz preparatni? Qanaqa beryapsiz? Ichadiga choy bilan ichirib yubordim. Ovqat yeyotgandi, dorisi esimga tushib qoldi, choy bilan ichirib oldim. Yo'q. Mana shu noto'g'ri ichish tartibilar ham sizlarda temir so'rilishiga qarshi ko'rsatma. Masalan, ko'krak yoshidagi bolalar dorini ichirishadi, ustidan emizib yuborishadi yoki emizib turib ustidan dori ichirishadi. Sutni tarkibidagi kalsiy organizmga temir so'rilishiga qarshi bo'ladi. Shuning uchun men aytaman, preparatni berayotganingizda yarim soat oldin, yarim soat keyin qora choy va sut mahsulotlari qabul qilmanglar deyman. Chunki bu moddalar hozir aytganimdek temir so'rilishini pasaytiradi. Xo'p, kamqonlik o'zi qanaqa bir rivojlanadi? Mana hozir aytdim, ovqat tartibi, uyqu rejimi, qabul qilayotgan искусственный narsalarimiz, bulardan tashqari qon ketishlar. Ya'ni biza sezilmaydigan holatda, masalan, menga kamqonlik bilan murojaat qilishsa, men o'sha hozir aytib o'tganimdek oshqozon ichini, sidu yo'llarini ko'rib chiqaman. Nimaga? Biza bilmaydigan darajada kam miqdorda bo'lsa ham qon yo'qotishlik kuzatiladi. Ya'ni eritrotsitlar chiqib ketadi. O't qopida o't kislotasini ko'payishi bu o't qopida tuzlarni hosil bo'lishiga olib keladi va u tuzlar chiqqanida ichaklarni mikrotravma qiladi. O'sha paytda bizada ichaklardan sezilmas miqdorda mayli 5 ta 10 ta eritrotsitlar paydo bo'lib qoladi. Bu bizani Ideal Med klinikasida 44 ta показательli qon tahlili bor. Bizani klinikaga murojaat qiladiganlar bilishadi bu tahlilni. Ana o'sha yerda biza yashirin qon ketish belgisi haqida emas, aynan kal tahlilida nechtadir ko'rinmaydigan miqdordagi eritrotsitlar miqdorini ham ko'rib chiqamiz-da. Biza haqiqiy sababini topib davolashimiz kerak. Prosta kamqonlik bilan murojaat qildim, turini aniqladik, darajasini aniqladik, lecheniya yozdik, bo'ldi emas. Bunaqada kasallikdan qutulib ola olmaysizlar. Agar sizlar kasallikni sababini, haqiqiy sababi nimadan kelib chiqyapti? Oshqozon ichidami, sidu yo'lidami yoki hozir aytganimdek qaysidir ichayotgan preparatinglar eritrotsitlar parchalanishiga sababchi bo'lyapti va o'sha sababli sizlarga anemiya kelib chiqyapti. Yoki hozir modadagi kasal deyman, trombotsitopatiya, ya'ni burun qonashi. 10 ta bolani tahlab qo'ysangiz, обязательно 9 tasida burun qonashi kuzatiladigan bolalar bo'lib chiqishyapti. Bunga ham bizani noto'g'ri ovqatlanamiz. Ya'ni soklar, napitkalar, kiriyeshkilar, chipslar, har xil kimyoviy moddalar qo'shilgan, hozir bolalar orasida har xil shimiladigan kisli deyishadi. Kisli konfetchalar, mana bularni ham hammasi sababchi bo'ladi bizada mana shu qon elementlarini o'zgarishiga. Bunda trombotsitlarni funksiyasi, yopishqonlik funksiyasini pasayishiga sababchi bo'ladi. Mana shu arzimagan ozginadan burun qonashi bir oyda necha marta qonashi mumkin? 5 marta, 10 marta, 15 marta. Ba'zi bemorlar bor, kuniga 2-3 martalab qonaydi. To'xtayapti-yu deyshadi, e'tibor qaratishmaydi. Bu surunkali qon ketishlar ham post gemorragik kamqonliklarga olib keladi.
O'sha oshqozon ichidagi qon ketishlik yoki buyrakdagi mana hozir shu aytganimdek o't qopidagi o't kislotasi qonga so'rilib, hattoki buyraklarda tuz, toshlar paydo bo'lishiga ham sababchi bo'ladi. Ular ham peshobimizni sidu yo'llardan o'tayotganda o'sha tuzlar timdalanishi hisobiga etda ham chashnalanishni sistemadan yoki uretralardan ko'rinmas darajadagi mikrotravmalar hisobiga qon yo'qotishlar sababli sidu yo'ldagi muammolar hisobiga kasallik kelib chiqadi. Bu surunkali kasalliklar kamqonligi deb aytiladi. Keyin tez kasal bo'ladigan bolalar shunaqa guruh bolalari bor. Misol uchun bir oyda 2 martalab kasal bo'lishadi yoki bir oyda bir marta kasal bo'lishsa ham har safar antibiotik olishligi shart bo'ladi. Mana bu bolalar ham tez kasal bo'ladigan bolalar ham surunkali kasalliklar kamqonligi bilan ko'p kasallanishadi. Ba'zida kelishadi hali 1 yoshga to'lmagan, bir necha oylik, 5 oylik, 6 oylik yoki mana 8-10 oylik bolalarni olib kelishadi. O'sha og'ir darajali kamqonlik. Keyin hayron bo'lishadi. Voy, qanaqa qilib o'sha hozirlik aytganimdek homiladorlik paytidan boshlanadi bu. Homilani oxirgi 3 oyligi, 3 oyligi 3-trimestr deymiz-ku. Ana o'sha paytda bola organizmda onadan eng ko'p miqdorda temir zapasi oladigan payti. Bu paytda qaytanga onajonlarimizni poliklinikada tekshiruvdan o'tishmaydi. Nimaga? 7-oyda tug'ish ehtimoli bo'lib qoladi deb bizada обменный berishadi. Mana shu обменный berilgan paytda уже homilador kelinlarimizni poliklinikalarga murojaat qilmay qo'yishadi. Chunki hujjatim tayyor. Qachon dardim boshlanadi, tug'ruqxonaga boraman, inshaalloh qutulib olaman deb aytishadi. Yo'q, ayni shu paytda sizlar ko'proq tekshiruvda bo'lishingiz kerak. Nimaga? Chunki 7-oydan 8-oyga o'tayotgan, 8-oydan 9-oyga o'tayotgan paytda sizlarni homilelik 2 barobar rivojlanadigan payti. Mana shu paytda bolaga juda ham ko'p miqdorda temir zaxirasi kerak bo'ladi. Ular o'zligiga ko'p miqdorda zaxira olgan holatda tug'ilishadi. Albatta bola tug'ilganda Alloh xanaqasi bilan mo'jizasi ular onadan kerakli miqdorda, chunki yo'ldosh onaga ulangan bo'ladi deb. Bu yerdagi qon tahlililar bu ona bilan bolani bitta tahlili hisoblanadi. Bola dunyoga kelgandan keyin o'sha bu ikkiga ajraldi. Onaniki alohida, bolaniki alohida. Bola o'sha tug'ilayotganda onadan to'liq miqdorda olib tug'iladi, lekin endi bu yog'iga nima qilinadi? Ona suti bilan boqadi. Ona suti bilan boqayotganda onani o'zida defitsit bo'lsa, qanaqa bolani boyitilgan sut bilan boqadi ona. Mana bu paytda ham homilador va tug'ruqdan keyingi onajonlarimiz yana ham yordamga, parvarishga muhtoj bo'lishadi. Bu paytda bizda nima sut orqali bolaga boradi. Shuning uchun dietaga o'tirilsin, hech nima yemasdan qilib dietaga o'tirib olishadi-da, o'zi kamqonlik rivojlanib bo'lgan homila paytida. Endi bu yog'iga yana dietaga o'tirib olishadi-da. Dieta deganda nima mumkin emas? Qachonki bolaga emizgan paytingiz bolada diatezlar paydo bo'lsa, yoqmaydigan reaksiyalar, toshmalar bo'lsa, o'sha siz bilishingiz kerak, nima iste'mol qilayotganingizdan bolaga yoqmaydi. Ana o'shanigina cheklab turishingiz kerak xolos. Bo'lmasam siz ovqatga qo'shilguncha dietada yuraversangiz, ertaga bolaga birinchi prikorm, ya'ni birinchi qo'shimcha berganingizni o'zida bolada burniy reaksiya bo'ladi. Chunki unga sintezlangan holatda ona suti bilan bolaga ma'lum miqdorda bu narsalar kirmagan bo'ladi organizmiga. Shuning uchun ham bolalarda hozir allergik holatlar juda ham ko'p uchrayapti. Xo'p, o'sha bola tug'ildi. Endi onada defitsit anemiyami, boyitilmagan sut beryaptimi? Bolani birinchi eng tez o'sadigan, eng tez rivojlanadigan payti qaysi payt? Bolani birinchi 1 yilligi. Ular nima qiladi? Tashqaridan kirmayapti, organizmda zapas yo'q. Nima qiladi? O'zligini sarflash hisobiga. Mana bolalar tug'ilganda qancha bo'ladi? 2 kilo 900 dan masalan olaylik 3,5-4,5 kilogacha kuzatiladi bolalarning tug'ilishi. Shuncha tug'ildi. Bundoqqina bolacha 1 yoshgacha qancha o'sadi? Mana shu o'sish jarayonida bola o'zligini sarflab o'sganligingiz hisobiga bolalarda oyma-oy kamqonlik rivojlanadi va sizni ko'zingiz ostida o'sayotgani uchun siz defitsitni ko'rmaysiz. Lekin qaysidir
shifokorga murojaat qilib qolsanglar, anemiya tasodifan sizlarga qo'yiladi. Qachonki bola kasal bo'lishni boshladi, shifoxonaga tushib qoldinglar, shifoxonada umumiy qon tahlili olindi va kamqonlik aniqlandi. Shu holatlarda yoki ko'pincha bola kasal bo'lmasa ham yaxshi qarashdi, lekin organizmda defitsit ketyapti. Qaysi payt bo'ladi? Bizani poliklinikalarda 1 yoshga yetganida hamma tahlillarni qilib, umumiy ko'rikdan o'tkaziladi. Ana o'sha paytda aniqlanib qolinadi va ota-ona hayron. Bolamga og'ir darajali kamqonlik qo'yishyapti, lekin bolam yugurib yuribdi-ku, o'ynab yuribdi-ku, yeb ichib yuribdi deyshadi. Lekin siz ulardan sekin so'rasangiz, bolangiz kaprisniymi? Bolangiz bir xillarda oyoq kiyimlarni olib tegini yaliydimi, qog'oz chaynaydimi, salfetka chaynaydimi, kravatlarni chetini yoki uylarda lepkalar bo'lsa devorlarni chetini yeyaptimi yoki hovlidan yerdan kesaklar olib yeyaptimi desa, ha voy qayerdan bildingiz deyshadi. Yokida quyuq ovqatlarni yeyolmayaptimi, yutinish qiyinmi, dorilar icha olmayaptimi desa, ha deyshadi. Og'iz burun atrofida ko'karishlar, bolangiz yig'laganda qotib qolyaptimi desa, ha voy 1-2 marta sudurga ham kuzatirdi deyshadi. ARPni ko'pincha sudurgi bilan yanishtirishadi. Bu ARP ham nima hisobiga rivojlanadi? Mana shu kamqonlik hisobiga rivojlanadi. Bir xil aytishadi, mani bolam inyeksiya olgan paytda yig'lab ko'karib qotib qoladi, xuddi sudurgidagi bilmay qoldi o'zini deb ta'rif berishadi. Bu ham kamqonlikni asorati hisoblanadi. Xo'p, keyin biz onalarga tushuntiramiz, nimaga mana shu yutinish reflekslari yaxshi rivojlanmagan. Keyin bolalari ko'p anaqalarni tuflab tashlaydi. Yeyishmaydi ovqatlarni, aytishadi faqat ko'krak sutida yoki faqat smesda, boshqa narsa qo'shib olmay yemayapti deyshadi. Bunga ham kamqonlik sababchi bo'ladi. Mana shu kamqonlik sababli bolada shunaqa klinik belgilar rivojlanadi. Endi kattalarni oladigan bo'lsa, endi sizlar ham aytaman bolalarga, ota-onalarga aytaman, sezmadinglarmi, sam yo'q deyshadi. Birga rasmga tushib ko'ringlar deyman. Birga rasmga tushib ko'rganinglarda shundoq bolani rangi bilan o'zinglarnikini ajratib olsanglar bo'ladi. Yo bolam oq deb qo'yishadi, yo bolangiz oq, no shochkalari, burnilari, lablari, quloqlari, qo'l kafti, oyoq kaftilari qizil rangda bo'lish kerak, pushti rangda bo'lish kerak, chiroyli pushti rangda deymanda. Onalarga hozirga ham lifehack o'rgatib ketaman. Eng zo'r analiz bu sizlarning qo'l kaftinglar. Sog'lom insonni endi hozir yorug'lik hisobiga meni ham qo'l kaftim bunaqa rozovingi bo'lib ko'rinmayapti. Sizlarda qanaqa ko'rinyapti bilmadim-u. Eng zo'r narsa bu sizlarning qo'l kaftinglar. Bolanglarning qo'l kaftini ochib, o'zinglarning qo'l kaftinglarni ustiga qo'yasizlar. Meni Instagram, YouTube kanallarimni kuzatib boradigan onajonlar o'zi bilib olishgan, bu bilan o'zligini bolalarini analizini taxminan bilishadi. Yoki quloq kaftilari qo'yasizlar. Qo'yganinglarda qanchalik sizlardan farq qilyapti bolaniki. Ba'zi bolalar bilsanglar, o'zinglar ham aytasizlar, bolamning rangi qanaqadir sarg'ishmi, yashilmi, bizda mediklarda bor, zemlinisti deymiz, yer simo rangda. Bir xil aytishadi, bolam Shrekka o'xshaydi deyshadi. Bu ta'riflar ham noto'g'ri emas, bular ham to'g'ri. Endi pozitivniy onalar aytishadi buni. Endi bu anemiyaning og'ir darajasida anemiya boshlanganda, o'zi kamqonlik boshlanganda teri qoplamlarini rangparligi deymiz, bledness deymiz. Rangparligi boshlanadi, ya'ni oqarishni boshlashadi. Bunda ham ahamiyat bermasanglar, sezmasanglar, keyin sarg'ayishni boshlashadi. Unda ham sezmasanglar, keyin onalarimiz, pozitivniy onalarimiz aytgandek, shrekdagi yashilroq tusga kirishni boshlashadi. Bu o'sha og'irlik darajasiga qarab, o'sha qo'l kaftinglarni qulog'iga, qo'lga o'lchaganinglarda agar bledness sezdinglarmi, обязательно shifokorga murojaat qilinglar. Nimagaki bu nuqtalar, qo'l kaft, oyoq kaft, quloqlar bu eng oxirgi qon bilan ta'minlanadigan organlar. Organizmda kamqonlik boshlansa, Alloh shunaqa yaratganki, xuddi hamma narsa eng muhim joyga qarab qaratiladi-yu, sentralizatsiya bo'ladi. Ya'ni sentrga o'ta muhim organlar, ya'ni bosh miya, yurak va ichki organlarning faoliyatini yaxshilash uchun hamma qon qaratiladi mana shu sentralniy organlarga-da. Bu periferiya bo'lgani uchun periferiyadan qon sekin sentrga ketadi. Shuning uchun ham bizda birinchi belgilar mana shu qo'l kaft, quloq
va oyoq kaftlarida blednis paydo bo'ladi. Soch to'kilishi, tirnoq sinishi, sizlar hammanglar murojaat qilasizlar bu muammo bilan teri tanosil kasalliklar dermatologlarga, kosmetologlarga murojaat qilasizlar. Tirnog'im sinyapti, sochim to'kilyapti. Bu holat faqatgina kamqonlikda demayman. Albatta endokrin sistema kasalliklarida ham, teri kasalliklarida ham shunaqa kasallarim bor. Sochi oqarganda ham o'zimga kelishadi. Nimagaki shunaqa otsiflar bor. Xulkarapa licheniyasidan keyin mana sochlari qorayapti. Bu nimaga? Har bitta organni nima oziqlantiradi? Qon oziqlantiradi. Qon oziqlantirgani sababli mana shu soch ildizlariga qon yetib bormaganligi, o'sha yerda gipoksiya rivojlanganligi uchun soch to'kilishlari, oqarishlari, xiralashishlari, mana shu tirnoq ildizlariga ham yetib kelmasligi sababli tirnoqda o'zgarishlar bo'ladi, chiziqchalar paydo bo'ladi. Bularning rangi o'zgaradi yoki shakli o'zgaradi. Mana shu tashqi ko'rinishimizga qarab ham ancha-muncha tashxislarni qo'yishimiz mumkin. Bundan tashqari ichki organlarda o'zgarishlar bo'ladi, ya'ni jigar, talolarni kattalashishi kuzatiladi. Bundan tashqari uyquchanlik, mana shu onalar kelishadi-yu bizga bolalarni kamqonlik bilan olib kelishadi-da. Ulardan dori qoladi. Bu sir edi, sizlarga aytaman. Qolgan dorini ko'pincha aytaman, uvol bo'lmasin, puli ketib olyapti. Shuni onalarimizga qilib beringlar deb aytaman, частный klinikamizda. O'sha qolganini o'zini onalarga qilganimizda, o'sha keyingi kun lecheniyaga kelishganda aytishadi. Voy Xulkarapa, nima qildingiz? Haqiqat bor ekan, ko'zimiz ochildi. Voy uyqudan boshimni ko'tara olmasdim. Ertalab shunaqa bo'dri bo'lib uyg'onganman. Voy chaqqon qilvordingiz deb aytishadi-da. Bu ham nimaga? Ona o'sha homiladorlik paytida kamqonlik boshlangan, ona sezmagan, analizda oxirgi marta 7 oyligida, homilaning 7-oyida topshirgan va o'shanda 100 dan baland chiqdi, ya'ni 110 chiqdi. Bo'ldi, ona xotirjam. Undan keyin ketgan qonli hisob emas, emizganlari hisob emas. Ularni inobatga olishmaydi-da. Kamqonlik rivojlanaveradi. Shu bizga kelib qolsalar, onalarni ham yaxshi qilib yuboramiz-da. Shunaqa qilib xursand bo'lib ketishadi. Lecheniyani fonida bolalar darrov effektini ko'rishadi. Yurmayotgan bolalar yurishni boshlashadi. Ungacha nevropatologga qatnayverishadi. Voy bolam gapirmayapti, voy bolam yurmayapti, bolamning sochi o'smayapti, ovqat yemayapti. Gastroenterologga borsa albatta yaxshi, oshqozon ichigini so'rilishini yaxshilab berishsa, har holda ona boyitgan ovqatni yedirganida gemoglobin tabiiy holatda ozgina bo'lsa ham, dengizga tomchidek bo'lsa ham ko'tarilishni boshlaydi. Keyin har xil o'sha aytganimdek nevropatologlar ham nima qilishadi? O'zligini sohaligidan kelib chiqqan holatda gapirmayotgan bolaga yoki yurmayotgan bolaga qon aylanishini yaxshilovchi preparatlar berishadi. Lekin shuni ham inobatga olinglar, qonning miqdori bo'lganda, uni tezligi ham bor. Ya'ni siz bu misolni men bemorlarimga ko'p keltiraman. Masalan, ekin sug'oryapsiz. Ekiningizni o'stirishiga, meva berishiga, boshqasiga nima qilasiz? Albatta sug'orib turasiz. Har kuni suv quyasiz. Kerak bo'lsa vitaminlar qo'shib sug'orasiz, to'g'rimi? Suv qo'ydingiz, faqat siz baland qilib qo'ydingiz. Juda tez arig'ingiz to'ldi, yaxshi suv ichyapti. Siz o'ylaysiz, voy bo'ldi, sug'orib oldim dedingiz, suvni o'chirdingiz, ertasi qarasangiz ekiningiz yana qurib yotibdi. Nimaga? Bu o'sha tezlik. Agar organizmda ham qon aylanishini yaxshilovchi preparatlar qabul qildinglar, lekin gemoglobiningiz past, uni tarkibiy qismlari ham past, to'g'rimi? Sizlar tezlikni oshirganinglar bilan shuni bilinglar, natija olmaysizlar, chunki hech qaysi organ undan kislorod olib ulgurmaydi. Xuddi o'sha ekininglar, har bitta ko'chatinglar tez oqib o'tgan suvni shimvola olmaganidek. Yer ho'l bo'ladi, lekin shimvola olmaydi. Shuning uchun ekininglar qurib qoladi. Organizm ham xuddi shunaqa. Sizlar qon aylantiruvchi preparatlarni qabul qilganinglar bilan bosh miyani gipoksiyasi yo'qolib qolmaydi. Yaxshi nervpatologlarimiz, gramot nervpatologlarimiz oldin umumiy qon tahlili qilib tarkibidagi elementlarni ko'rib,
ko'pincha gematologga yuborishadi. Oldin gemoglobin miqdorini ko'taring, balki men muhtojam bo'lmasman deb menga ko'p murojaat qilishadi. Meni biladigan nevropatolog do'stlarim, sizlarga alohida salom. Ko'p yuborasizlar. Shunaqa yo'l tutilsa, bu to'g'ri lecheniya bo'ladi. Ya'ni sababi, mana bunda ham nevrologik kasallikni sababi topildi. Ya'ni sababi kamqonlik. Endi menga kelsanglar, men kamqonlikni sababini topib, shunaqa lecheniya qilamiz. Endi ba'zida bu har bittasi mablag'ga bog'liq, sizlarni ham tushunamiz. Mana shunaqa doktorlar undan bunga yuborsa, ba'zi bemorlarimiz xafa bo'lishadi. Mana hozir juda ham ko'p insonlar bizani kuzatib turishibdi. Shu o'rinda sizlarga aytib o'tib ketay, biz hamma shifokorlar sizlarni foydanglar uchun ishlaymiz. Bu shifokordan bu shifokorga yubordingmi? Bu maqsad nima? O'sha kasalliginglarni sababini, haqiqiy ildizini topib kasallikni bartaraf qilish. Bizga muammo emas, siz bitta tashxis bilan murojaat qildingiz, tashxisingizga dunyo standarti bo'yicha sizga lecheniya yozib berish muammo emas. Muammo nimada? Sizni kasalligingizni asl sababini topib davolash. O'sha payt biz sizlarga qo'shimcha yordam sifatida tahlillar, tekshiruv, mana instrumental tekshiruvlar deymiz, apparatlarda tekshirish, ya'ni sizlar tushunadigan qilib aytadigan bo'lsam, apparatlarda tekshirish yo'li bilan tekshiriladigan yordam so'rasa albatta bajarib beringlar. Bu faqatgina sizlarni yordamingiz uchun. Mana endi laboratoriyaga yetib keldim. Laboratoriyaga yetib kelganimda qarasamki, savollar juda ham ko'p. Balki sizlarga gapirganim ko'proq foyda deb o'ylayman va sizlarni qo'shimcha savollaringizga qo'shimcha shifokorlarimiz borlar. Ularga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sizlarga nomerlar ko'rsatiladi va efiri oxirida efiri saqlab qo'yamiz va bu efiri tagida bizani chiqmoqchi bo'lgan savollaringlar, bizga murojaat qilmoqchi bo'lgan savollaringlar yoki mana shu savollaringlarga javob topolmagan paytda bizga konsultatsiya qilmoqchisizlar, mana hozir yoqib qo'ydik. Nomerlarimiz 71 kodi bilan 203 22 23 telefonlariga, raqamlariga murojaat qilib, shifokorlarimizdan bepul konsultatsiya olish imkoniyatingiz bor. Qaysi viloyatdansizlar, qo'shni mamlakatdanmisizlar, farqi yo'q. Bu bepul konsultatsiya. Bundan foydalanib olinglar, chunki vaqtimiz kam qoldi. 20 minutcha vaqtimiz bor. Shuning uchun ham sizlarga telefonlarni yozib ochib qo'ydik. Savollaringizga shifokorlarimizdan yordam so'rashingiz mumkin. Bu efirni yozib qo'yamiz va oxirida meni ham telefon raqamlarimni yozib qoldirishadi. Agar sizlarga savollar yuzasidan chiqmoqchi bo'lsanglar, albatta yordam beramiz. Xo'p, dals davom ettiring sizlarga kerakli ma'lumotlarni. Mana hozir aytdim, laborator tekshiruv usullari. Bunda o'sha aytib o'tganimdek, umumiy qon tahlili bilangina chegaralanmaylar. Uni o'zi bilan aldanib qolmanglar. Tarkibidagi temir, ferritin, oqsil, vitamin B12, B9, albatta klinik shifokorga murojaat qilganingizda klinik belgilaringiz, shikoyatlaringizga qarab aytamiz. Bu analizlarni hammasini podrad yozib tashlamaymiz. Sizni shikoyatingizdan kelib chiqqan holatdagina bu tahlillardan ma'lum birlari tanlab beriladi sizlarga. Ana o'shandagina anemiyani davolaymiz. Ko'pgina kuzatuvchilar aytishadiki, temir preparatlari qabul qildim, foydasi bo'lmadi. Bilib qo'yinglar, kamqonlikning shunaqa turlari bor. Temir preparati umuman mumkin emas, sizlarni koma holatigacha olib kelishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Shuning uchun ham sizlar bunaqa ishni qilmanglar. Xo'p, laborator tekshiruvlarni, instrumental tekshiruvlarni sizlarni klinik belgi, shikoyatlaringizga asoslangan holatda yozib beramiz va o'shanda kasallikni turi aniq tashxis qo'yib, darajasiga qarab, ya'ni og'ir daraja bo'lsa, boya aytganimdek, eritrotsital massa quyish, внутривенно, внутримышечный inyeksiyalarga o'tish. O'rta og'ir darajada faqat внутримышечный inyeksiyani o'zi yetarli. Yengil darajasida yoki og'iz orqali ichishga tavsiya beramiz yoki faqat ovqat mahsulotlari bilan yaxshilashga harakat qilamiz. Xo'p, endi lecheniya. Mana ko'plar aytishadi, doktor, rost lecheniya qildim, nimagadir tushib ketyapti. Bunga ham sabab
o'sha sababini topmaganinglar. Masalan, ayollarimizda mana tug'ruqdan keyin deymiz, bundan tashqari oyma-oy o'zligi bilishadi, qon yo'qotishlar. Mana shu qon yo'qotishlarda ham biza kunini qanaqa ketishi hammasini hisobga olgan holatda boya aytganimdek, oshqozon ichi sabab bo'layotgan bo'lsa, oshqozon ichi kasalliklarni bartaraf qilish yo'li bilan. Agar sidu yo'llarda kasalliklar, buyrakdagi kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, ularni bartaraf qilib, keyin kamqonlikni davolaymiz. Shunga qarab turib, eng birinchi o'rinda nima asosiy rol o'ynayapti? Ana o'sha asosiy rol o'ynagan kasallikni bartaraf qilib turib, shu bilan bir qatorda kamqonlikni ham davolayveramiz. Shunaqa qilib natijaga erishsa, sizlar keyin yana kamqon bo'lib qolmaysizlar. Bo'ldi, tuzaldinglarmi? Inshaalloh keyinchalik sizlar sog'lom bo'lib yurasizlar. Agar sizlar sababni topmasdan turib, kasallikni o'zi bilan kurashadigan bo'lsanglar, misol uchun temir tanqislik anemiyasiga uchradinglar, temir preparatlarni qabul qildinglar, 2 oy o'tdi, 3 oy o'tdi, sizlarda yana kamqonlik. Nimaga? Chunki sizlar sababni bartaraf qilmadinglar. Buni oddiy qilib bemorlarimga nima deb aytaman? Bir chelik suv tegi teshilgan, o'shani qancha muddat saqlab qola olasizlar? Mana shu to'la chelakni. Hech qancha muddat, misol uchun bir sutkada oqib ketishi mumkin u yoki uzoq joyga tashiylar shu suvni desam, olib borguninglarcha tugab qoladi. Sizlardagi kamqonlikni ham faqat kamqonlikni o'zini davolaydigan bo'lsanglar, xuddi shu natija. Teshikchilik. Qachonki teshikdan suv oqib bo'ladi, bo'ldi. Sizlarda yana kamqonlik rivojlanadi. Shuning uchun sababini topgan holatda davolashinglarni tavsiya etaman. Hozirgi o'sha aytganimdek, uyqu rejimi, ovqatlanish rejimiga asoslanmasanglar, fast foodlar, tez tayyor bo'ladigan mahsulotlar, napitkalar ichib yuradigan bo'lsanglar, nosog'lom turmush tarzi qisqa qilib aytganda, shularni dalshi davom ettiradigan bo'lsanglar, bo'ldi. Keyin yana bitta narsani aytib o'tmaman, mana shu bolalarning orasida kamqonlik paytida qurt ko'p iste'mol qilish ham kuzatiladi. Homiladorlik paytida ham nimaga onalarda kuzatiladi? Bir narsalarga bosh qorong'ilik. Kelininglarda nimagadir bosh qorong'ilik kuzatilyaptimi, bilingki anemiya boshlandi. Shuning uchun ham ularda temir tanqislikda ayniqsa izvrashение вкуса обоняния deb aytiladi. Hid ta'm bilishi buzilishi kuzatiladi. Shuning uchun ularda nimadirlarga ham o'chlik bo'ladi. Shuning uchun ham bolalar kesak, qog'oz, qurt, aqlini taniganlar qurt. Hattoki shunaqa bemorim bo'lganlar, g'ishni maydalab yeydigan bemorim bo'lganlar, shifoxonada yotibdilar, oylari ko'chadan qidirib, g'isht topib, yuvib, o'tirib maydalab o'tiribdilar. Nimaga oysam, bu mana shunaqa yeydi-da deydilar. Inshaalloh erta-indin o'sha yemaydi, talab qilmaydi organizm dedim. 2-3 kundan keyin, ha, doktor to'g'ri aytibsiz. O'sha mana lecheniyalardan keyin o'sha bersam man qilaman deyaptilar-da. Bu bir xilla buni psixikasi buzildi deb ham o'ylashar ekan. Yo'q, bunda psixika buzilmagan. Bu kasallikning hisobiga hid ta'm bilishi buzilishi kuzatiladi. Temir preparatlarini ovqatda hozirgi ishlab chiqarilayotgan temir preparatlari ovqatga aloqasi yo'q deb aytiladi. Men baribir ovqatdan 1 soat keyin tavsiya qilaman. Olma so'ki, uyda tabiiy chiqarilgan, magazin so'ki emas, uyda tabiiy o'zingizlar so'kovjimalkadan chiqazgan olma so'ki yoki oddiy kulli suvda ham ichsanglar bo'ladi. Bularni tarkibida tanin bo'lmaydi, kalsiy bo'lmaydi. Preparat ichishdan yarim soat oldin, yarim soat keyin kalsiy preparatlarini iste'mol qilmanglar deyman. Bir paytda agar sizga ham kalsiy, ham temir preparati yozilsa, ertalab temir preparatini, kechqurun kalsiy preparatini qabul qilinglar deyman. Chunki ularning orasida kamida 3-4 soat bo'lsa bir-biriga xalaqit qilmaydi bu preparatlar. Xo'p, endi menimcha savollarga ham o'tsak bo'ladi. Sizlardan reaksiyalar kutib qolaman. Tushunarli bo'ldimi? Tushuntirishim qay darajada bo'ldi? Bularni ham yozib qoldirsanglar, albatta sizlarning fikringiz biz uchun muhim, xursand bo'lamiz. Xuddi qaysi viloyatdan yozganinglarni aytganinglardek, bu yerda ham yozib qoldiringlar. Xo'p, o'g'limiz son qismi og'riyapti, nima qilish kerak debdilar. Bizning o'zbek xalqining zo'r bahonasi bor-ku, bo'yi o'syapti degan. Xo'p, sonda bir nechta tomirlar bor, mushaklar bor, limfa bezlarimiz bor. Biz buni bilishimiz kerak. Imini nima? Keyin oyog'im og'riyapti, shu yerda birato'la aytib ketdik, oyog'im og'riyapti degan narsa bor. Bunda ham o'sha oyoqqa
bo'g'im kiradi, suyak kiradi, mushak kiradi. Farzandingizni sonidagi og'riq balki jismoniy tarbiyadan keyingi zo'riqishdir yoki o'sish davri bo'lsa, suyaklar o'sib, mushaklar o'solmay qoladi. Bu ham defitsitga bog'liq. O'sha defitsit hisobiga mushaklar tez o'sib ulgurmaganligi sababli mushaklarda og'riq bo'ladi. Instagram va YouTube'imda bu haqida video bor. Doktor Rustam Hajayevni deb qidirsanglar, Instagramim chiqib keladi va o'sha yerda aytib o'tganman bu haqida ham. Xo'p, qonim quyuq bu ayollarga xos savol ekan, buni o'tkazib yubordim. Agar qidirsangiz Tursunova va Xulkarxon deb YouTube'dan ham, Instagramdan ham topasiz. Bunaqalarni o'sha yerda yozasiz. Assalomu alaykum opa, 3,5 haftalik homiladorman, lekin oshqozonim hazm qilmayapti. Qornim katta bo'lib ishib ketyapti. Nafas olishim qiynalishyapti. Ba'zida holsizlanib nafasim tiqilib qolyapti. Xo'p, ilohim o'z vaqtida bag'ringizga bosib oling farzandingizni. Bunga sabab nima? Qarang, 3,5 haftalik bo'lsa, qoningiz ishib ketayotganiga sabab mana bu diafragma degan narsa bor. Ya'ni ko'krak qafasi bilan qorin qafasini ajratib turadigan devor bor. U elastik holatda. Sizda hozir ichidagi muammolar hisobiga, gaz ko'payishi hisobiga diafragma yuqoriga ko'tarilyapti. Yuqoriga ko'tarilganligi sababli o'pkaga nafas olishga joy kam qolyapti. Shuni hisobiga sizda ayniqsa yotganda bu shikoyatlar kuchayadi. Undan keyingi sabab kamqonlik ham bo'lishi mumkin. Kamqonlikning fonida gipoksiya bo'lganligingiz uchun yurakda takikardiya bo'ladi. Mana bu ham hansirashlarga sababchi bo'ladi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum doktor. Men yaqinda pnevmoniya bo'ldim. Terapiyada muolaja oldim. 10 kun davomida uyga chiqdim. Yana mazam bo'lmayapti. Yo'tal, nafas siqishi bo'lyapti. Nima qilsam bo'ladi? Xo'p, hurmatli kuzatuvchi, bu yerda siz yoshingizni ko'rsatmabsiz, chunki yosh ham rol o'ynaydi. Nimaga? Ayniqsa hozir nevrologiyaga podrastkoviy возрастdagilar ko'p murojaat qilishyapti. Ularni ta'sirchanligi, gormonlarni almashinuvi hisobiga ota-onalar o'ylashyaptiki, shamollash o'tkazdi, menimcha asoratlandi. Agar shifoxonadan yaqinda chiqqan bo'lsangiz, sizda tana harorati, yo'tal, nafas siqishlar kuzatilayotgan bo'lsa, qayta shifokoringizga murojaat qiling. Balki chuqurroq tekshirishlar, ya'ni kompyuter tomografiya kerakdir. Pnevmoniya turlari bor, uni asoratlanishi bor, ularni hisobiga bo'lishi mumkin. Va o'sha hozir aytganimdek, balki asab bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Shunaqa holat kechagina kuzatildi. Menga kamqonlik hisobiga deb jo'natishgan va bu nevrologik kasallik bo'lib chiqdi. Kamqonlik umuman chiqmadi. Zo'r konsultansiyangiz deb yozibdilar Davron Norqobilov. Rahmat kattakon. Ko'pchilik yaxshi fikrlar yozishyapti. Rahmat kattakon. Nimaga menga javob bermadingiz deb yozibdilar. Bizda hozir qo'shimcha shifokorlarimiz savollaringizga javob berishadi. Sizning savolingiz yuqoriga ko'tarilib ketdi. 11 oylik bolamni tomog'i stomatit bo'ldi deb yozibdilar. 11 oylik chaqalog'i stomatit bo'lishiga asosiy sabab, endi bu havo tomchi orqali ham yuqadi. Uylarda qanaqadir virus olib kirgan insonlar bo'lsa, undan ham bo'ladi. 11 oylik bola hozir emiydi, yurishga harakat qiladi, hamma narsani og'ziga soladigan payti. Bu ham sababchi bo'ladi. Birinchi o'rinda gigiyenaga rioya qiling, qo'llarini tez-tez yuvib turing, og'ziga soladigan o'yinchoqlarini yuvib solib va eng zo'r narsa, tomog'ini furatilin bilan chayasiz, ablipexa surtasiz. Bu og'iz bo'shlig'i infeksiyasini yuvilishiga va ablipexa yog' sifatida shilliq qavatlarni, jarohatlarini, o'sha toshmalarni bartaraf qiladi va metil koka degan beziyongina dori bor, tayyorlanadigan aptekalarda bo'lardi. Hozir aptekalarda ham sotadi, o'shani ham sepishingiz mumkin. Va ichi qotmasligiga ahamiyat bering. Ichi qotsa ham stomatit chiqadi. Birinchi o'rinda gigiyenaga ahamiyat bering. Salom, meni o'g'limni boshi O'g'limda boshi tortilgandi, qon oqish bo'lgan, keyin sochi oqardi. Ora-orada o'g'lim 9 yosh. Endi farzandingizni soch oqarishiga sababi ko'rib chiqishimiz kerak. Oyijoningiz hozir aytib o'tganimdek, bunga bir nechta sabablar, o'sha teri kasalliklari ham, qon kasalliklari ham, endokrin o'zgarishlar ham sababchi bo'lishi mumkin. Bosh yorilganda bu terini butunligi yo'qoladi, u bitib ketgandan keyin inshaalloh asorat bermaydi.
Savollarning davomida yana yozibdilar. Qon kamayib, sochi oqargan bo'lishi mumkin. Agar shu darajada ko'p miqdorda qon yo'qotgan bo'lsalar, bo'lishi mumkin gipoksiya hisobiga. Ya'ni o'sha soch ildizi yaxshi oziqlanmayotgani. Manzil qayerda debdilar? Yulduz Rustamni. Xo'p, meni topmoqchi bo'lsanglar, YouTube kanalida Tursunova Xulkarxon kanali, Instagramda Doktor Rustam Xo'jayevna va shu kanalimizga yozsanglar ham sizga kontakt berishadi. Ishlaringizga omad, zo'r konsultatsiya debdilar. Quvadan rahmat kattakon. Assalomu alaykum opa, oyoq va qo'l suvaklari zirqirab og'riydi. Xo'p, suyaklar hozir aytganimdek oyoq og'ruvlariga oyoqda bo'g'im bor, suyaklar bor, mushaklar bor. U yoqdagi og'riqlar, ya'ni siz hozir suyak og'ruvlari zirqirab og'riydi deyapsiz. Biz uni bilishimiz kerak, ya'ni siz o'zingiz ko'rib surunkali tanzilit belgilari bormi, yo'qmi? Ya'ni revmatologikmi bu og'riq? Gematologik holatda ham, ya'ni suyakning ichida suyak ko'migi bilan bog'liq holat emasmi? Shuni sababini bilib turib, keyingina aniqlaymiz. Xo'p, assalomu alaykum doktor, hamma joyim og'riyapti. Nima debdilar? Hamma joyim og'riyapti, tovonimda og'riq bor, oyoq, qo'lim, belim, butun tanamda og'riq bor. Nima maslahat berasiz? Grijam bor, osteoxondrozim bor. Agar bu og'riqlar shu kunlarda paydo bo'lgan bo'lsa, bu sizda virusli infeksiya hisobiga ham bo'layotgan bo'lishi mumkin. Et ushishlar qo'shilib hamma yog'izda og'rib bo'layotgan bo'lsa, bu albatta virusga bo'ladi va shu bilan birgalikda mana grijam bor debsiz. Grijadagi og'riqlar agar bel sohasida bo'ladigan bo'lsa, oyoqlarga beradi. Osteoxondroz ham shu jumladan, chunki nerv qisilishi bo'lishi mumkin. Bunda siz nevrolog, vertebrologga murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p, yana bitta kuzatuvchimiz, yaxshimisiz doktor? Meni tilim post bo'lib qolveradi. 45 yoshdaman. Xo'p, tilda ya'ni yorilishga o'xshab ustida oq nalyotlarni nazarda tutyaptilar menimcha. Bunga asosiy sabab ichaklardagi o'zgarishlar, ayniqsa ingichka ichakdagi o'zgarishlar bizga shunaqa klinik belgilarni beradi. Ichakdagi kandida mikoz deb aytadi, ya'ni griboklarni ko'payib ketishi. Tildagi u yoriqsimon o'zgarishlar glassit deydi. Sizga oshqozon ichak bo'yicha gastroenterologga murojaat qilishingizni so'rayman. Xo'p, assalomu alaykum. Yuzimga ugrilar juda ko'p. Nima qilsam bo'ladi? Javob uchun oldindan rahmat. Savolingiz uchun sizga ham rahmat. Yuzingizdagi ugrilarga birinchi o'rinda qo'lni tiyish kerak. Ya'ni qo'limizni bu hamma joyga bilmagan holatda uramiz. Masjidga hamma bakteriyalar, infeksiyalar yopishadi. Yuzimizga, oynaga ko'zimiz tushadimi yoki o'tirganimizdami bunaqa qilamiz, tegamiz. Bu infeksiya bilan zararlash bo'ladi. Bu birinchi o'rinda. Ikkinchi sabab bu oshqozon ichakdagi va sizni yoshingiz nechida yoshingizni ko'rsatmabsiz. Agar o'tish davringizda bo'lsa, bu gormonal o'zgarishlar hisobiga ham bo'ladi. Endi gormonal o'zgarish hisobiga hamma o'zgaradi, lekin hammaga chiqmaydi. Nimaga? Bu o'sha terimizning o'ziga va uni yog'li darajasiga ham bog'liq. Keyin hozir aytganimdek, qo'limiz bilan ko'p teyishimiz ham. Qo'l bilan ko'p tegmasdan antibakterial sovun ham ishlatishingizni tavsiya qilaman. Protik sovunlari bor, Sevgir. Shunaqa antibakterial sovunlar ishlatib, ko'p ham quritishga harakat qilmang teringizni. Qaytangi siz teringiz o'zi yog'li bo'lsa, miyaga signal boradi, bo'ldi, teri qurib qoldi, yog' ajrat. Bu nabarot ko'paytirishga olib keladi. Mutaxassis dermatologga murojaat qiling. Assalomu alaykum doktor, men bir shamollab qonim so'y 25 ga ko'tarildi. Doktor, shamollashingiz bor dedi. O'shandan buyon isitmam 35-35,5 bo'lib qoldi. Bu xavfli emasmi? Tana haroratini tushib ketishiga sabab sizda mana o'zingiz aytibsiz, so'y 25 ga ko'tarilib ketdi. Ya'ni organizmdagi intoksikatsiya uzoq muddat ushlanib turilishi keyin shunaqa reaksiyalarni beradi. Ya'ni sizni nerv sistemangiz, tana haroratini boshqarib turadigan nerv sistemangizga intoksikatsiya berganligi sababli tana haroratingiz tushib ketyapti va bu chuqur gipoksiyada ham kuzatiladi. Albatta shifokorga murojaat qiling. Assalomu alaykum. 1,5 yosh bolamni oyog'ini, bosh barmoq tirnoqlari
etiga yopishib qiyshayib ketyapti. Sabab nima bo'lishi mumkin? Albatta buni xirurglarga murojaat qilsangiz, agar bu birinchi o'rinda noto'g'ri parvarish, ya'ni sizlar oyoq tirnoqlarini ham xuddi qo'l tirnoqlaridagi aylanish shaklida olganligingiz sababli oyoqlarimizda qo'l barmoqlarimizdagi o'smaydi. Sizlar yon tomonlarini olishinglar hisobiga u chuqurroq ichkariga o'sadi. Shuni hisobidan tirnoqlar etga o'sib kiradi. Siz bitta xirurgga borsangiz, korreksiya qilib berishadi. Undan keyin siz faqat to'g'ri shaklda olishni o'rganing. Noto'g'ri parvarish qilib qo'ygansiz bolani. Keyin griboklar ko'payib ketsa ham tirnoqlar qalinlashib o'sishi kuzatiladi. Xo'p, assalomu alaykum. Meni qizim 10 yosh, labi tez-tez yorilib achishadi va oyog'ini tagiga po'st tashlaydi. Nimadan bu? Xo'p, oshqozon ichi haqida bugun kuzatgan bo'lsangiz ko'p gapirdim. Bu haqida video ham qilganman, joylaganman. Oshqozon ichigimizda o'sha har bitta biz yeb ichgan narsalar so'rilganidek, oshqozon ichi sistemasidagi kasalliklarda ma'lum bir vitaminlar, ya'ni oshqozon ichiklarimizda xuddi kanalizatsiyadagi, masalan, bittasi temirni, bittasi kalsiyni, magniyni, bundan tashqari yog'da eruvchi vitaminlar deymiz, A, E, D, K vitaminlari, omega 3 va aminokislotalar so'riladi. Bu elementlarni so'rilmasligi sabab o't qopi bo'ladi. Shu o't qopida A, E vitaminlarni yetishmovchi, ya'ni so'rilmasligi, yog'da eruvchi vitaminlarni so'rilmasligi siz aytayotgandek lavlarni yorilishiga va qo'l kaft, oyoq kaftlarni terilarini tashashiga sababchi bo'ladi. Xo'p. Xo'p, menstruatsiya bo'yicha ayollar yozishyapti. Ya'ni yo ko'p ketishi yoki kelmasligi bu bo'ladi. Qon kasalliklari hisobiga ham, misol uchun ko'p ketish, suyulish hisobiga 2 oydan beri kelmayapti deb siz qoningiz yo'q quyilib ketgan yoki gormonal narushение ketyapti. Endokrinolog, ginekologga murojaat qiling. Xo'p. Klimaks davriga uzr. O'zinglarning shifokorlarga murojaat qilasizlar. Men bolalar shifokoriman. Qo'ldan kelgan savollaringizga javob beraman. No, klimaks davriga emas. Assalomu alaykum. Yoshlari ko'rinmagan, yoshdaman debdilar. 7 oylik homiladorman. Juda hansirab, charchab, oyog'imni tagi og'riydi, qo'l barmoqlarim og'rib, uyushadi debdilar. Ilohim o'z vaqtida farzandingizni bag'ringizga bosib oling. Menimcha sizni qoningiz quyilib ketgan, qoningizda quyilib ketishlar hisobiga shunaqa uvishishlar beradi. Siz o'z ginekologingizga murojaat qiling va koagulogramma topshiring. Koagulogrammangizda qon quyilishlar kuzatilsa, gematologga murojaat qiling. Shu borada o'tib ketmoqchiman. Antikoagulant preparatlarini foydalanish bo'yicha xalqimiz negadir Klixam, mana shu Coviddan keyin menimcha Klixam bilan yaxshi tanishib olishganda bitta dozani olishadi. 0,4 kichkina doza deyishadi, 5 kun qilishadi-da, bo'ldi qonim suyuldi deb atmayin qilishadi. Bu noto'g'ri, hurmatli kuzatuvchilar. Oldin boshlashdan oldin koagulogramma, время свертывания крови qilinadi, doza tanlanadi, 2 soatdan keyin qayta время свертывания крови qilinadi. Agar qoningiz 2 barobar suyulgan bo'lsa, bu sizlarning terapevtik dozanglar bo'ladi va bu doza kunda korreksiya qilinib, keyin kamaytirilgan holatdagina to'xtatiladi. Bunaqa narsa yo'q. 5 kunga kiritilib, olib tashlanadigan. Bu nabarot giperkoagulyatsiyaga, ya'ni qonni yana ham quyilib ketishiga sababchi bo'ladi. Yosh bolalarda ham shunaqa katta dozalarga chiqyapmiz qonni suyultirish uchun. Ehtiyot bo'linglar bu narsada. Antikoagulant olasizlarmi, qon suyultirish preparat qabul qilyapsizlarmi? Albatta shifokor nazoratida bo'linglar. Assalomu alaykum doktor. Menda tanamda qichishish bo'ladi. Keyin tirnaganimda qizarib, yara bo'ladi. Hamma mazlardan, zamburug'ni tabletkalardan ichdim, bo'lmayapti. Nima qilish kerak? Oldindan rahmat. Sizga maslahatim, agar Toshkentda bo'lsangiz, bizning klinika Ideal Med klinikasiga kal tahlili topshiring. Menimcha sizda o't kislotasi kuchayib ketgan. Shu o't kislotasi qonga so'rilgandan keyin ter orqali ajratmoqchi bo'ladi. Ya'ni terlaganingizda ter orqali ajraladi. Siz qichiganingizda, chunki u kislotali muhiti yuqorida, shunaqa shilib tashlaysiz. Bunaqa holat bilan murojaat qilayotganlar juda ko'p.
Assalomu alaykum. Chaqalog'im 42 kunlik, burni bitib, nafas ola olmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Juda ham yaxshi savol. Bunga sabab oyijonisi, menimcha siz ham dietaga o'tgansizda, non bilan choy ichib qo'yyapsiz yoki o'sha nima yesangiz ham non bilan yeyapsiz. Чтобы boshqa narsa yeb qo'ymaslik uchun qoningizni non bilan to'ydiryapsiz. Siz shirin mahsulotlarni va nonni cheklang. Un mahsulotlarni, ya'ni yengil hazm bo'luvchi uglevodlar. Un mahsulotlari bilan shira bu burunda va ichida shilliq yig'ilishini ko'paytiradi. Sizni menimcha farzandingizni ichi ham qotyapti. Ichi kelganda pastasimon, xuddi mana zubni pastani siqasizlar, shunaqa pastasimon bo'lib chiqayotgan bo'lishi kerak. Ya'ni bolalarning burni bu qismi emas, orqa qismi to'ladi. Shuning uchun ham burni bityapti deb o'ylaysiz. Uni fizrastvor yoki hozir maxsus suvlilar chiqqanku, o'shalarni tomizib, tozalab oling, namlang, xonani nam bo'lsin. Xona nam bo'lsa, bolada hadeb shilliq yig'avermaydi. Sizga masalan, men shira yemayman deyishingiz mumkin. Olma, banan va shunga o'xshash mevalarni tarkibida ham shira bor. Olmaga ruxsat etamiz 6 soatda bitta olma yeyishni. Agar allergiyasi bo'lmasa, bananni bir kunda bitta yesangiz ham bo'ladi. Assalomu alaykum doktor, meni 22 yoshdaman. Kechasi oyog'im jonsiz bo'lib, bezovta bo'ladi. Og'rimaydi, lekin kechasi bilan oyog'imni uqalasam yoki qo'lim bilan ursam yaxshi bo'ladi, bo'lmasa bezovta bo'laveradi. Sizdagi bu holat bezovta oyoqlar deb aytiladi, ya'ni diskomfort, og'riq emas, diskomfort bo'ladi. Bunga sabab o'sha qonni tarkibida kalsiy, magniy, fosforlarning yetishmovchiligi hisobida sizni suyaklaringizda va mushaklaringizda defitsit holati bor. Shuning uchun ham siz yurganingizda yaxshi yurasiz, kechasi bo'shashib pokoyga yotdingiz, oyog'ingiz bezovta bo'ladi. Oshqozon ichingizni davolash kerak va defitsitlaringiz ustida ishlash kerak. Tirnoqlarim ko'p sinadi, nima sabab? Hozir gapirganimdek, bunga sabab kamqonlik ham bo'ladi, qonni tarkibidagi defitsitlar ham, oshqozon ichidagi muammolar ham sabab bo'ladi. Ayam 60 yoshdalar, tomog'ida qichishish hamda qizarish bor, yo'tal ham hech ketmaydi, 1 yillar bo'ldi. Buni davosi bormi? 60 yoshlarda bo'lsalar, menimcha o'sha aytganimdek yog'da eruvchi vitaminlar A, E vitaminlar yetishmasligi sababli tomoqlarda, ya'ni yuqori nafas yo'llarida qurish bo'lsa kerak. O'shani bartaraf qilish uchun shirin bodom yog'i yoki qora sedana yog'i, o'shani choy qoshiqlab ichsalar bo'ladi. O'shani yuqori nafas yo'llari namlanadi. Даже burundan tomizishinglarni tavsiya etaman. Burundan tomizganinglarda orqa yo'li orqali o'tib, hamma yoni namlaydi va davolaydi. Agar virusli bakterial infeksiyalar bo'lmasa. Xo'p. Bolalar shifokoriman deyapsiz. Opa, qizimda tomog'i ishgan. Savollar ko'pligidan tez o'tib ketyapti. Xo'p. Qizimda tomog'i ishgan, yaqinda doktorga olib bordim. Antibiotik ichmasa bo'lmaydi deb yozdi, baribir ichgani qaytmaydi. Qaysi dori yaxshi qaytaradi? Oyijonisi, farzandingizdagi holatda, ya'ni tomoqdagi bodomcha bezlari haqida gapiryapsiz. U narsa tez kichrayib qolmaydi. Bodomcha bezlari bu bizning himoya darvozalarimiz. Og'iz orqali yoki burun orqali kirdimi? Demak, farzandingiz menimcha ko'proq og'izni ochib uxlaydi kechqurun. Og'iz orqali, burun orqali virus, bakteriyalar kirdi yoki sovuq havolar kirdi. Ular bizda o'sha himoya darvozasi bo'lib, ularni to'sib qoladi va o'zida olib qoladi. Shuni hisobiga organizm unga nisbatan javob qaytaradi, ya'ni qizarish, shish, og'riq, tana haroratining ko'tarilishi. Mana bu holatda siz nima qilishingiz kerak? Bakpaysiv topshirib, etda nima bakteriya yotganini aniqlash kerak. O'sha yotgan bakteriyaga qarab kurashsangiz, inshaalloh kichrayadi. Birdaniga kichraymaydi, bunga vaqt kerak. Agar bolada kattalashdi, tuzalib ulgurmadi, yana kasallanyapti. Siz bunda davolab ulgurmasangiz, borgan sari kattalashaveradi, bekorga darajalari qo'yilmaydi. Bunda olib tashlash tavsiya qiladi. Olib tashlashga shoshmasligingizni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Mening qonim quyuq ekan, allergiya beradi. Ichak yemida shishadi. Dam qisadi. Nima qilishim kerak? Rahmat debdilar.
Qoningiz quyuq ekan, allergiya beradi deyapsiz. Bu qon quyuqlashishiga siz asosan suyuqlik yetarlicha ichmasligingiz sababchi bo'lishi mumkin. Allergiya beradi deyapsiz. Allergiya berishiga sabab yana o'sha oshqozonchi. Oshqozon ichi faoliyati yaxshi bo'lsa, hech qanaqa allergik holatlar kuzatilmaydi. Inshaalloh ichinglaringizni davolab turib, ko'proq suyuqlik ichsangiz, qonlaringiz suyuladi. Efir vaqti lekin tugayapti. Hop, savollarimizni yana ko'p kelyapti. Mayli qo'ldan kelgancha javob beramiz va birpas turib efirni yakunlashimizga to'g'ri keladi. Chunki 1 soatga ajratgan edik, 1 soatdan oshibdi vaqt. Yana 5-6 ta savollarga javob beraman va undan keyin efirni yakunlaymiz. O'sha aytib o'tganimdek, qo'shimcha savoli bor, savoliga javob berilmaganlar bizani telefon raqamlarimiz orqali mana yozilib turibdi. Telefon raqamlarimiz orqali bemalol bepul konsultatsiyaga chiqishinglar mumkin. Albatta hamma sizlarning savollaringizga javob berishadi. Bu sizlarga yaxshi imkoniyat, bepul konsultatsiya olish imkoniyati. Va mani o'zimga chiqmoqchi bo'lsanglar, shu raqamlar orqali so'rasanglar ham raqamlar berishadi va video oxirida mani qanaqa topishinglar mumkinligi haqida izohlar yozib qoldiramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz doktor? Qizim 3 yoshda, qoni kam, nima qilsam bo'ladi? Oyijon esa kamqonlikni hozir aytganimdek, bu kamqonlik umumiy guruh. Ya'ni 1 soat davomida shu haqida tushuntirib o'tdim. Kamqonlikni turini, darajasini aniqlab turib, shu asosida yondoshish kerak bo'ladi. Hop, assalomu alaykum opa. Zaharli tugun bo'qoq yod kamligidan paydo bo'ladimi yoki ko'pligidanmi yoki kamligidanmi deb yozibdilar. Bu zaharli bo'qoq deganingizda menimcha qalqonsimon bezlarni funksiyasini oshib ketishini nazarda tutyapsiz. Buning uchun endokrinolog mutaxassisga murojaat qilasiz. Bunda gormonlar faoliyati ko'rib chiqiladi va shunga asoslanib sizga aniq tashxis etiladi. Asosan yod miqdori toksik holatga yetganda kuzatiladi. Qurtga nima ichsam bo'ladi bolam, ichirsam bo'ladi bolamga debdilar. Bu savol bo'yicha hozir mana shu raqamlarga murojaat qilsangiz juda ham yaxshi savolga javob olasiz. Nutritsiologlar, dietologlar va mana shu gelmentoz bilan ishlaydigan mutaxassislar o'tirishibdi bu raqamlarda. Sizga javob beraverishadi. Hop, zaharli bo'qoq haqida juda ko'p savollar berishibdi. Assalomu alaykum doktor. Menda ishtaha yo'q. Nima qilsam bo'ladi debdilar. Ishtahangiz yo'qligiga sabab hozir aytib o'tirganimdek oshqozon ichidagi muammolar va kamqonlik sababchi bo'ladi. Kamqonlikda ayniqsa temir tanqislikda hid bilish, ta'm bilish kuchayib ketganligi sababli xuddi toksikoz bo'lgan kelinlarga o'xshagan holat kuzatiladi. Assalomu alaykum, mani boshimda va qulog'imda shovqin bor. Bu ham qon kamligidanmi? Rahmat debdilar. Bo'lishi mumkin. Bunga sabab boshingizda, qulog'ingizda bu qon tomirlar o'tadi. O'sha hozir aytganimdek, qon kam bo'lsa, ularning tezligi ortadi. Ortganligi sababli ham sizda shovqinlar paydo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shu bilan efirimizni yakunlaymiz. Juda ham aktiv bo'lganinglardan xursandman. Sizlarga ozmi ko'pmi foydam tekkan bo'lsa, bundan juda ham xursandman. Keyingi uchrashuvlargacha xayr deyman. Sog' bo'linglar.